Shundan bot bor, o'sha sizniki bo'lganmi? 40%ni sota olmoqchiman deb yaqinda oddiy ko'chadan kelayotgan shu investor bizga aloqaga chiqdi. Hamma ishni olib qo'yish mumkin. Reklamaga ko'proq pul tikish kerak, men dedilar pul. O'zim shaxsan ishlatganman. Bu o'rsim bilan 5 yildan beri umuman hayotda ko'rishmaganman, lekin haligacha birga ishlab kelamiz. Bitimiga reklama berganimdan keyin statistikamiz ancha o'sgan. O'zingiz akademik tarafingiz qanaqa? Keyin target kelgandan keyin nimalar bo'ldi? Bizda kriptovalyuta hammasi qonuniy, firma bor. Biz nalog to'laymiz hammasini. IPA uchun oyiga $400 pulim ketardi. Ko'rayotgan boshqa yoshlarga ko'proq motivatsiya berish. Endi shu $150,000 40%ga taklif qilishda Nega aynan Rossiya bozorini tanladingiz? ko'p rasxodlari bor. Men uchun O'zbekiston sharoitida qilish hozircha qiyin menimcha. 27 ta $39lik podpiska sotganmiz. Demak, u rus o'zi sizga yozgan. Noto'g'ri programmistligi, noto'g'ri odamlarga uchrab qolganim bilan VKM Music botim bo'lardi. Peer to peer. Share your own path. Assalomu alaykum. Bugun Peer to Peer podkastining birinchi soni va bizning mehmonimiz Abdulloh Ahmadjonov. Keling, suhbatimizdan oldin avval Peer to Peer podkast haqida ozgina ma'lumot bersam. Bu Peer to Peer qanday tashkil topildi? Ya'ni biz ko'p yoshlarni ko'rdim, har xil programmalarda, eventlarda qatnashganimda yoshlar bilan suhbatlashaman va qanaqadir ularni yashiringan talanti bo'ladi va u hali ommaga olib chiqilmagan bo'ladi. Va bizning maqsadimiz ham xuddi o'sha talantli yoshlarni ommaga olib chiqish va ko'rayotgan boshqa yoshlarga ko'proq motivatsiya berish. Suhbatimizni boshlaymiz. Abdulloh, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingiz haqingizda ko'proq ma'lumot bersangiz, siz bilan ham birinchi bora gaplashib turishim va ko'rayotgan yoshlarga ham ko'proq o'zingizni tanishtirsangiz. Assalomu alaykum. Men Ahmadjonov Abdulloh. O'zimni ishimni Python razraботчиклигidan boshlaganman. Va hozir o'zimizning Rossiyada va O'zbekistonda reklamli platformalarimiz bor. Rossiyada o'zimizning reklamli kompaniya bor. O'zbekistonda yaqinda o'zimizning IT yo'nalishida o'zimizning team ochdik. Hozir shu bo'yicha davom etamiz hozircha. Endi oila haqida gaplashsak, yoshligingiz, oilangiz, qayerdan kelib chiqqansiz? Yoshlar haqida. Oilada ikkita farzandmiz, eng kattasi o'zimman. Shu yoshligimdan IT ga qiziqqanman. O'sha приложениyalar ishlatib ko'rganman 10 yoshimda. Misol uchun qanaqadir приложениyaga qilib ko'rganimda shulardan foyda qilishiga qiziqqanman. Misol uchun o'yinlar. Men shu o'yinlarni o'zim yaratib ko'rishga men qilgan приложениyani odamlar ishlatishini xohlaganman. Shunga o'sha payt qiziqish bo'lgan 10-11 yoshimda. U payt O'zbekistonda unaqa IT o'rgatadigan uchumli sentrlar umuman yo'q edi. Endi kirib keladigan vaqt. Endi kirib kelayotgan paytlar edi. Shu 1 yildan keyin sekin-sekin ochilish boshladi. Keyin sekin men ham o'qish boshladim ITda. Demak 10 yil oldin, to'g'rimi? Примерно shunaqa. 10 yil oldin o'sha sizda entrepreneur, ya'ni tadbirkorning mindseti bo'lgan ekanda, demak, qanday ular pul topish haqida qiziqqansiz. Shunaqa. O'zi bu sohaga, masalan, tadbirkorlikka qanday qiziqib qolgansiz? Yana boshqa tomonlari bormi? Oilangizdan kimdir tadbirkormi? Endi oilada shu qarindoshlarda hamma biznes bo'yicha. Endi men o'zim davlat bo'yicha ishlashga qiziqqanman. Orada shu 2 yil oldin o'zim ham shu bo'yicha ishladim. Ya'ni o'zimni soham bo'yicha davlat bilan ham ishlab ko'rdim. Ya'ni bir xil mudofaa vazirligi bilan misol uchun o'zimni IT proyektlarimni ularga ko'rsatib, vaqti kelsa sotib ishlab ko'rdim. Shunda oiladagi muhitdan sizga tadbirkorlik bo'lish kelganda, to'g'rimi? Men shunaqa bo'lsa kerak, bilmadim yana. Boshqa sohalarga borib ko'rmaganmisiz, masalan, qiziqmaganmisiz? Men digital hamma sohalarga qiziqib chiqqanman. Misol uchun kriptovalyuta, trading, dizayn. Hozir ham hamma digital sohalarda borman. O'zimni shu kripto bo'yicha teamim ham bor, misol uchun. Reklama bo'yicha, IT bo'yicha hamma digital sohalarga men o'z yoshligimdan qiziqqanman, hozir ham shug'ullanaman. Tushunarli. Maktabingizchi, keyin Maktabim o'zi men 1-sinfdan 11-sinfgacha
Ya'ni 11-sinfni birinchi choragigacha 298-maktabda o'qiganman. Undan keyin shu target xususiy maktabiga o'tdim. Endi internetlarda ko'rdim, target maktabida juda ham ko'p sharoitlar bor ekan, biznes va IT bo'yicha. Shunga men target maktabiga o'tishga qaror qildim. Target filial qaysi birda o'qiysiz filialda? Tinchlik filialida. Yaxshi. O'zingiz akademik tarafingiz qanaqa? Keyin target kelganingizdan keyin nimalar bo'ldi? Shu targetga kelganimdan keyin o'qishga ko'proq fokus berdim. Bir oy ichida IELTS topshirdim. Hozir 6.5 chiqdi va buni men yana rivojlantirib, ya'ni improve qilib ko'tarmoqchiman balimni. IELTS olishingizdan o'zi ingliz tilini o'rganishingizdan maqsadingiz nima? Endi maqsad faqat IELTS uchun emas, men o'zimga ham kerak bu chet elga chiqqanda yokida men hozir chet elliklar bilan ko'proq ishlaymiz. Shuni hisobiga bizga til muhim. Nega aynan targetni tanladingiz masalan? Endi target meni yo'nalishim bo'yicha ko'proq sharoitlar qilib berilyapti. Ya'ni bilayotgan bo'lsangiz IT startaplar rivojlanyapti. Startup uchun juda ham ko'p sharoitlar bor. O'zligi yordam berib, yo'l ko'rsatishyapti. Target maktabi deylik. Yaxshi. Nima deb o'ylaysiz? Men bu yoshlar hozir hammasi AI ga qiziqyapti. Keyin ozgina muddatdan keyin AI hammani ishini olib qo'yishi mumkinmi? Endi men o'ylashim bo'yicha hamma kasblarni olib qo'ya olmaydi, chunki masalan uchun o'qituvchilikni AI qila olmaydi. AI qanaqadir emotsiya, qanaqadir feelingslar bera olmaydi. To'g'ri. Endi boshqa qanaqadir avtomatizatsiyalarni bajarishi mumkin AI. Lekin 100% menimcha ololmasa kerak. To'g'ri. Keling bo'lmasam o'sha IT ga kirib kelganingizni gapirdingiz. Endi keyin aytyapsizki, men bu Pythonda ishlaganman, boshida deyapsiz. Keyin hozir boshqa o'tdingiz. Pythondan keyin boshida o'zim Python razработчик bo'lganman. O'zim proyektlar qilib sotib yurganman. Shunda qanaqa proyektlar qilgansiz o'sha paytda? Telegram botlar qilganman ko'proq aslida. Telegram botlarim qarasam, o'sha paytlar sekin-sekin rivojlanayotgan bo'lgan payt edi. O'sha karantin paytlari o'zimni Telegram botlarimni yaratdim. Rossiyadan aloqaga chiqishdi, "Sani botlaring qiziq" deb. Sotib olishni menga taklif berishdi. Keyin men ularga sotdim. Sotganimdan keyin ko'proq qiziqish bo'ldi Telegram bot bo'yicha. O'sha sotgan odamim bilan men haligacha ishlab kelamiz. Misol uchun hozir aytayotgan reklamli platformadaman. Uni ham shu rus bilan birga qilyapmiz. Demak, u rusni o'zi sizga yozgan, to'g'rimi? Rus o'zi meni topib o'zi yozgan. Qanday topgan deb o'ylaysiz o'shanda? Menimcha qidiruvdan, chunki u payt Telegram botlarda konkurensiya juda ham kam edi. Mana Telegram botim u payt juda ham topga chiqib populyarniy bo'layotgan paytlar edi. Qaysi Telegram bot? Endi yuklangan botlar bor edi. Juda ham ko'p yuklangan botlarim bo'lardi. Hozir ham bir ikkitasi bor. Ko'plarini o'sha paytdagi botlarimni ko'pini sotib olganman va hozir boshqa odamlardan o'zim sotib olib yurg'izamiz. Ya'ni o'sha rus bilan birga pul tikib, tikadigan joyiga reklamani sotib birga ishlaymiz 5 yildan beri. Nega aynan Rossiya bozorini tanladingiz? O'zbekiston bozorini emas, Rossiya bozorida reklama uchun juda ham budjet ko'p, o'tda sharoitlar ham ko'p. Misol uchun hozir O'zbekistonda ham ko'p Telegram botlar bor, lekin ularda reklama narxi juda ham arzon ruslarga qaraganda. Rus auditoriya bo'ladigan bo'lsa, u ancha o'zbeklardan qimmatroq. Meni ham botlarimda 90% rus. Men boshida bot yaratgan paytim, odamlar aytganlar, o'sha blogerlarga reklama bermaysanmi deganlar. Keyin o'sha birinchi botimga, o'sha Mittimiga reklama qildirganman. O'shandan keyin sekin-sekin oshib ketgan statistikasi. O'sha payt sekin populyarnost yig'gan ancha. Hozir ular ishlab kelmoqda, o'sha botlar. U botlar sotilib ketgan уже. Banda hozir undan ham ko'p kattaroqlari bor. O'shalar haqida ko'proq aytib bera olasizmi? O'sha botingiz haqida. Endi u botim video yuklardi. All server botim bo'lardi, Instagram server bot bo'lardi,
VKM Music botim bo'lardi. TikTokdan yuklaydigan botlar bo'lardi. Shu bilsangiz 4-5 yil oldin shunaqa botlar trendda bo'lgan. Shundan da VKM bot bor, o'sha sizniki bo'lganmi? Endi VKM botlar juda ham ko'p. O'sha orasida 2-3 tasi meniki bo'lgan. O'zim ham shaxsan ishlatganman. Foydalanuvchim juda ham ko'p bo'lardi o'sha paytlar. Hozir ham ko'p. Hozir 32 ta botimiz bor. O'sha rus bilan 50-50 ishlaymiz. Misol uchun pul tikmoqchi bo'lsa ham reklamaga 50-50 pul tikamiz. Foydani ham 50-50 qilib. Bu o'rsim bilan 5 yildan beri umuman hayotda ko'rishmaganman, lekin haligacha birga ishlab kelamiz. Haqiqiy o'ris dostonda. Endi ruslar ancha chestniy bo'ladi. Siz boya aytganingizdek, nimaga ruslar dedingiz? O'zbeklar unaqa reklamaga ko'proq pul ajratishmaydi, misol uchun. Unaqa chestniy emas, ko'plari aldab ketadi. Rossiyada unaqa narsalar yo'q. Hammasi sistema, platforma orqali olib sotilinadi. O'shanga men ruslar bilan ishlayman. O'sha paytda Telegram bot yaratgansiz-ku, o'sha qayerdan kelgan sizga? Masalan, g'oya qanday kelgan? O'sha aytganimdek, men nima ishlatsam, shu narsani men o'zim qilib ko'rgim kelgan. Men qanaqadir nimadir ochsam, ishlatib ko'rsam, shu narsa men o'zim qilgim kelgan. Shu narsani internetdan qidirganman, qanaqa qilib shu narsani ochishni. Internetda qilib ko'rganman, lekin undan pul kelmagan. Chunki unaqa kuchli bo'lmagan, uning uchun o'qish kerak bo'lgan. Shu primerni 1 yil o'tib, o'zim shu Telegram botimni yaratib, o'qib, o'zim uning uchun yoziq programmirovание bilishingiz kerak. Men Pythonni o'rganganman. Keyin o'zim botlarimni chiqarganman. Qayerda o'rgangansiz o'sha Pythonni? 1 yil davomida o'rgangansiz, to'g'rimi shunda? Yo'q, men uni 2,5 yil o'qiganman. Yana дополнительно boshqa sohalarda ham o'qib chiqqanman, faqat Telegram bot emas. Qayerda o'qigansiz? Miracle Academy bo'lardi, hozir ishlayaptimi bilmayman. Ya'ni men o'qituvchim kuchli bo'lganlar shu payt. U payt unaqa IT unaqa учебный sentrlar juda ham ko'p bo'lmas edi. Shu men o'qiganimdan keyin 1-2 yildan keyin sekin-sekin ochilishni boshladi. Keyin o'zingizda o'sha asta-asta bot yaratib, qiziqib ketdingiz. Qarasam pul keldi. Pul kelgandan keyin adam aytdilar shu reklamaga ko'proq pul tikish kerak emas dedilar pul. O'sha payt olganman adamdan pul, faqat o'sha payt olganman reklama uchun. Mittimiga reklama berganimdan keyin statistikamiz ancha o'sgan, sal populyarность ko'proq yog'gan O'zbekistonda. Qanchaga reklama bergansiz shunda? Men eslolmayman uni. Adamdan olganman pulni shu payt, chunki menda pul bo'lmas edi. Pul ishlab yurmaganman u payt. Adamdan olganman pul reklamaga. Hozir Mittimini narxlari ancha qimmat, u payt sal arzon edi. Botlarni qibildingiz. Endi keyin o'sha yerda yana bot yarataman deb ko'rdingizmi o'zingizni yoki nimadir boshqa sohalarda ham sinab ko'rdingizmi o'zingizni? Bundan keyin o'yladim. Baba Telegram platformasining ichida u Telegram misol uchun blok bo'lib qoladigan bo'lsa, men уже hech nimasiz qolaman. Men o'yladim, men yana boshqaroq narsa o'zim o'ylab topishim kerak edi. Ko'rdim, internetlarni ko'rib chiqdim. Nima narsa shu kerak, talab bor. Bilsangiz, o'zi razraботчикlar biladi, API degan narsa bor. Chunki men API uchun oyiga $400 pulim ketardi, shu API sotib olardim. Shu narsani o'zim yaratib ko'rishga harakat qildim. O'zim kerakli dasturchilarni topdim. Уже u payt men kod yozishni tashlab qo'ydim. Men 4 yil bo'ldi, menimcha kod yozmayotganimga. Agar qanaqadir kod yozish kerak bo'lsa, o'zim dasturchi topib zakaz berardim. Haligacha shunaqa. Hozir o'zimning IT departamentim bor. API servis yasattirdim. Hozir endi API servisim yaxshi yuryapti. Hammasi foydalanuvchilar ruslar. Keyin yana shunaqa platformani yaratishga qiziqdim. Telegram botdan keyin. O'sha IT sohasini bilmaganlar uchun o'sha bu sistemani ko'proq yoritib bera olasizmi? Xo'p, bu narsa misol uchun aytaylik, Telegram bot video yuklash uchun unga API kerak. Agar API bo'lmasa, video yuklab bo'lmaydi. Uni ham har xil tariflari bor. Bizda ham shunaqa tariflari bor. Oyiga pul to'lanadi, $39 dan $129 gacha oylik tariflarimiz bor. Shuni razraботчикlar pul to'lab o'zligini botligiga yoki veb-saytligiga integratsiya qilishligi mumkin.
Shunda hozir necha yoshdasiz? Hozir men 17 to'g'rimi? yoshdaman. 17. 17 yoshda o'sha o'zingizni butunlay qoplayapsiz. Shunaqa. Keyin bundan keyin buni qildingiz, to'g'rimi? Sistemani yaratdingiz. Platformani. Servis, API servis yaratdim. Ha. Hozir undan ham kattarog'iga harakat qilyapmiz. Ya'ni 7-8 oydan beri bizning IT komandamiz razrabotka qilishyapti. Bu platformani haligacha davom etyapti bu. Bu sal nozikroq ish, qattimroq servis bu. Veb sayti bor, Telegram boti borlar uchun, o'zbekistonliklar uchun pul topishga, monetizatsiya qilishga yordam beradi. Qanday? Misol uchun, aytdim men sizga boya o'zbeklarga reklama talab kam. To'g'ri. Men shu narsani yo'lini topdim. Ya'ni o'zligini Telegram botligiga bizani servisni integratsiya qilishadi va pul ishlashligi mumkin. Bu qanchada bitadi shunda bu? Taxminan Bizani taxminimiz bo'yicha 2-3 oyda. 2-3 oyda. Yana 2-3 oy. Endi bu yerda xavfsizlik taraflama juda ham kuchli qarash kerak, chunki bu yerda pul kirib chiqadi bu yoqda. Endi qaysidir to'lov servislari bilan ishlayotganda ular talab o'zini anaqasini qo'yadi, shu xavfsiz bo'lsin deb. Shunga endi xavfsizlik tomonlama juda ham katta fokus beryapmiz. Bir qancha xodimlarim bor dedingiz. Keyin o'shalar haqida gaplashsak, 17 yoshli bo'lib turib xodimlarni boshqarish qiyin emasmi? Endi nechta xodim bor masalan? Qayerda? Bitta o'zim boshqarmayman. Ruslarim bor. Bitta shu rusim bor. O'zbekistonda yana bitta sherigim borlar. 40 tasi Rossiya, Belarus, Tojikistondan onlayn ishlashadi. O'zbekistonda o'zimizning ofisda hozircha 10 ta xodim bor. Yana xodimlar kerak emasmi? Hozir bitta yana boshqa proyektlarimiz razrabotkada ketyapti. Agar shular bitgandan keyin albatta olish, kengaytirish planimiz bor. Endi ITga kirib kelayotgan yoshlarga qanaqa maslahat bera olasiz masalan? Misol uchun oldin qanaqadir men proyekt qilmoqchi bo'lsam, unga talab bormi, yo'qmi? Bundan pul ko'rsa bo'ladimi, yo'qmi? Men boshida shuni tekshirganman. Birinchi bo'lib, men shuni tekshirib keyin qilganman. Endi men qanaqadir maslahat berishgacha hali bormadim. Unga hali bilim ham yetmasa kerak. Hayolim kelgan narsani men qilganman har doim. Demak, o'zingiz uchun o'zingiz imkoniyat qilar ekansiz har bitta yo'lda. Misol uchun qanaqadir servis ishlatayotgan bo'lsam, unda nimadir kamchilik ko'rsam, o'sha kamchiligini men o'zim reshet qila olaman. Agar reshet qila olsam, shu platformani qilganman. Misol uchun mana bir oy oldin bitta servisni ko'rdim. Bir oy emas, 1 yil oldin deganim. 1 yil oldin shu servisni ko'rdim. Shu muammosi bor edi. Keyin shunga men yechim qilib chiqardim. Misol uchun, oddiy shu Telegram Premium sotayotganda siz viza kartangiz bo'lishi kerak. Uni dollar o'tkazib muammolari bor. Men shu 1 yilcha oldin shu bitta servisimni chiqardim. Ya'ni o'tda klik bilan shuni bitta bosib klikdan shuni o'z kartadan yechib oladigan qilib chiqardim. Demak, o'zbeklar uchun osonroq. Endi o'zbeklar uchun osonroq qilib chiqardim. Shu Telegram o'zidan sal arzonroq qilib 10-15% arzonroq narxda nimadir muammo bo'ladigan bo'lsa, shu sani yechimini qilib ko'rishga harakat qilaman. Demak, har bitta problema ko'rsangiz, unga baribir yechim berib ketishingiz kerak ekan. O'zim shunaqa mindsetda ekanda. Shunaqa. Aha. Baribir shunaqa ko'p narsalar qilibsiz. Eng qiyini qaysi biri bo'ldi? Shu kungacha. Eng qiyini hozir qotganimiz eng qiyini, chunki bunaqa uzoq razrabotka umuman bo'lmagan. Undan oldin ko'p servislarim bo'lgan, cho'zilish sababi noto'g'ri programmistligi, noto'g'ri odamlarga uchrab qolganim bo'lgan. Undan oldin juda ham ko'p mashinniklarga uchrab qolganman. Ya'ni o'sha nima deydi, qilolmaydigan ishini qila olaman deb bizani ham vaqtimizni olib, ya'ni o'sha pulimizni ham olib qaytarib berishmagan. Bunaqa programmistlarga juda ham ko'p uchraganmiz. Programmistlar tanlayotganingizda, ishchilar tanlayotganingizda nimalarga e'tibor berasiz? Qanday tanlaysiz? Endi hozirgi programmistlar o'zligini o'sha CV-ligini yozishadi, jo'natishadi. O'tda hammasi zo'r, idealniy bo'ladi. Lekin kelib ishlayotganda o'sha bilmaydigan narsaligini ham bilaman deb aytishadi.
To'g'ri. Misol uchun bizni bitta komanda tim tashqaridan ishlatgan edik. Ulardan biza misol uchun Equinox so'ragan bo'lsak, ular bizga tracker qilib berdi. Shunaqa narsa. Men misol uchun o'zim dasturlash tushuncham bor. Ular meni nima deydi, aldab ketishmoqchi bo'lishadi, tushunmaydi deb. Lekin men tushuncham bor. Unaqa aytsamada, menimcha aldab ketish qiyin. Endi qiyin. Shunda 2 yil oldingi Abdullohga nima degan bo'lardingiz? Yoki o'sha qiynayotgan Abdullohga nima degan bo'lardingiz? Bilmasam, endi u odamni to'g'ri tanlash kerak menimcha. Hamma odamni to'g'ri tanlansa, hammasi tezroq bitadi, sifatli bitadi menimcha. Chunki hozirgi misol uchun men hozirgi aytayotgan proyektimda ishlayotgan odamlar yaxshi, zo'r. Men so'ragan narsamdan ham ko'proq narsa qo'shib berishyapti. Shunga yarasha o'zligini дополнительный shu pulligini ham olishyapti. Misol uchun oldingi odamlar pulligini qaytarib berishmagan, biz to'lagan pulni. Misol uchun 20% pul to'lanadi oldindan. Qilish olmagandan keyin ular yo'q qolishdi. Bu bitta odam bilan bo'lmadi, shu bitta tim bilan bo'lmadi. 2-3 marta bo'ldi bu narsa. Oxiri shu ichki ishlar bilan orqali topib pulni 50% ni zo'rg'a oldik. Shunda ham 50% ni oldik, vaqtimizni ham ketkizdik. Demak, o'sha kompaniya boshlayotganda, nimadir boshlayotganda ishchilar bo'lishi, tim eng muhim narsa. U payt endi unaqa kompaniya emas edi, prosta tim edi. Biz ko'chadan topib ishlatayotdik. Keyin odamlardan o'sha aytdilar, joy berdilar bizga ishlashimizga, ya'ni ofis berdilar. Shu yerda o'zimizni dasturchilarni olib kelib, o'zimizni bitta tanlab, ya'ni o'sha eng zo'r tushunadigan odamini olib kelib, u odam ham o'zi boshqa dasturchilarni topishga yordam berdi. O'zimizni joyda ishlab, o'zimizni kontrolda hammasini qilib ishlayapmiz. Hozir ancha yaxshi. Demak, hozir Toshkentda ofis bor. Hozir bor. U yerda 10 kishi ishlaydi dedingiz. Hozircha 10 ta. Hozircha faqat dasturchilar. Platforma bitgandan keyin bu juda ham kengayadi. Hozir o'zimizning shu marketing, отдел продажа hammasi kutib turibdi bizani. Shu platforma bitgandan keyin xudo xolisa zapusk bo'ladi. Yaxshi. Shu bitta narsani aytib qo'ymoqchi edim. Kriptovalyuta haqida gapirdim. Bizda kriptovalyuta hammasi qonuniy, legalniy, ya'ni o'zimizning o'sha ruxsatnomasi bor birjalar bilan shu kashloklar bilan ishlaymiz. O'zbekistonda. Bizning ular bilan ofitsialniy shu dogovorimiz bor. Aytmoqchiman, bizning hech qanaqa davlatga zararimiz tegmaydi. Hammasi qonun bo'yicha, hammasi dokumentalniy qilingan. Yaxshi. Dokumentalniy bo'lganda baribir hamma joyda yaxshi. Ya'ni o'zimizning o'sha firma bor. Biz nalog to'laymiz hammasini. Hammasi oy отчет topshiriladi. Biz hammasi shu davlatga qarshi chiqmagan, nima deydi, zarari tegmagan holda olib boramiz ishimizni. Rossiyada ham xuddi shunaqa. O'zimizning IP, o'tda ham xuddi bizdagi MTJ bo'lsa, o'tda ham shunaqa o'zimizning dokumentalniy hammasi naloglarini to'lab reklamadan kelayotgan shu hammasini biz legalniy qilamiz. Demak, ko'p ish boshlayotganingizda dadingiz oldingizda turadi, to'g'rimi? Har doim nimadir bo'ladigan bo'lsa, shu o'zlari ideyalar beradilar, maslahatlar beradilar. Misol uchun, hozir ham qilayotgan ishimda odam o'zlari ham xuddi shu platformani boshqa joyga pul to'lab ishlatadilar. Bu narsani men o'zim ham hozir qilyapman. Shu o'zlari menga ideyalar beryaptilar. Shu nima qilsa udobniy bo'lishini. Hozir shu odamlar aytganlari ideyalari bo'yicha qilyapmiz. Botlarni ham shu reklamaga bergan deb o'zlari kimga berishi yo'l ko'rsatib boshidan. Eng birinchi so'zlaringizdan biri ekan. Shunaqa. Shu dadingiz nima ish qiladilar ularning? Yana odamlar shu to'yxona bo'yicha, shu restoran bo'yicha. Startaplar borasida qanday bilimlarga egasiz? Endi startap shu IT bilan bo'lgani uchun shu odamlarning qanaqadir qiyinchiligini yengillashtirib bersa, bu menimcha shu startap. Endi men shunga hozir men ham qiziqyapman. Shu startap bo'yicha bitta-ikkita venture fondlarga o'zimizning proyektlarni yuborganmiz. Ularga yoqdi bu narsa. Hozir bizning proyektlar MVP darajasiga chiqqandan keyin endi investorlar kutib turibdi. Bu
shu venture fond haqida bu. Tashqaridan kelayotgan investorlar ham bizga nima deydi, taklif bildirishyapti. Sana mana bu servisingni 40% sotib olmoqchiman deb yaqinda oddiy ko'chadan kelayotgan shu investor bizga aloqaga chiqdi. Bizani bilmay через topdik deydi bizani. Shu bitta platformamiz bor edi. Shuni undan daromad kelardi. Biz o'zimizning o'sha keyingi plan, o'sha roadmap deyiladimi, o'shanisini endi bizani boshqa shu partnyorimiz ko'rsatib ko'ribdilar shu investorlarga. Endi shu $150,000 40% ga taklif qilishda hozir biz buni qabul qilmadik hozir. Chunki 40%. Endi 40% ligi uchun bizga to'g'ri kelmadi. Maksimum bersa biz 10% berishimiz mumkin. U qanaqa platforma shunda? Endi u buni hozir ideyasini aytmasam bo'ladimi? Chunki uni o'zbeklar sirazi ko'chirib yuborishadi. Misol uchun oldin qilgan proyektlarimni internetga qo'yishim bilan уже bir oydan keyin 10 tacha konkurent bo'lib ketardi. Boya aytganimdek premium bot aytganman. Men buni 1 yil oldin qilganman. Hozir уже juda ham ko'p bunaqa platforma, bunaqa servislar ko'p. Endi konkurensiya mendan oldin qilib qo'yishlar mumkin, qaysidir wunderkind chiqib. Ya, shunda hozir sizda ideya formatda. Menda hozir ideya emas, yo'q, bu ham razработкаga ketyapti bu ham. Buni boshqa IT departament qilyapti buni hozir. Demak, ideyadan ko'tarilib, o'sha MVP tomonga qarab ketyapti. ketyapsiz. MVP ni so'rashyapti hozir o'sha venture fond. O'shandan keyin biz yana ko'rsatishimiz kerak, prezentatsiyasini qilib, unda 10% ga ular qiziqishayotgan edi. Endi bitta ko'rsatib ko'rish kerak buni. Agar to'g'ri kelmasa, shu 40% o'ylab ko'rishimiz mumkin. Agar 2 yil oldinga qaytib qolganingizda, nimalarni qilgan bo'lardingiz, nimalar qilmagan bo'lardingiz? 2 yil oldin orqaga qaytib qolganimda birinchi bo'lib EA bilan ishlagan bo'lardim. Ko'proq EA ga fokus bergan bo'lardim. Chunki hozir juda ham ko'p servislar o'zligini EA ligini chiqarishyapti. Biz ham hozir обязательно o'zimizni EA bilan integratsiya qilyapti. Endi EA o'zimiznikini yaratmaymiz-ku, integratsiya qilyapti. Chunki o'zingiz bilsangiz kerak, EA o'zi yaratish uchun juda ham ko'p pul kerak, ko'proq katta tok kerak, ko'p rasxodlari bor. Menimcha uni O'zbekiston sharoitida qilish hozircha qiyin menimcha. Endi juda ham ko'p platformalarimizga konkurentlardan oldinda bo'lish uchun обязательно EA qo'shamiz. Demak, EA ga ko'proq o'rgangan bo'lardingiz. EA endi kelajakda bundan buyog'iga hamma narsa EA bo'ladi. Misol uchun, oddiy iPhone'da Siri, EA qo'shildi. Hamma narsada EA bor hozir. To'g'ri. Yana nimalarga e'tibor qaratgan bo'lardingiz? Shu ko'proq IT ni nimaga talab bo'lsa, o'shani kuchaytirib O'zbekistonni o'zida rivojlantirgan bo'lardim. Chet elga sotmasdan. Ya'ni agar chet elda qanaqadir IT proyektlar rivojlangan bo'lsa, o'shani O'zbekistonga olib kirib o'zim rivojlantirgan bo'lardim. Hozirchi? Hozir ham kech emas, lekin men hozir boshqa proyektlar boshlab qo'yganman. Endi ular ko'proq Rossiya uchun ishlaydi. Endi bularni qilib bo'lgandan keyin обязательно O'zbekistonda ham o'zimni bitta-ikkita shu ideyalar o'ylab qo'yganman. Endi hozir ularga boshlasam, uspes qila olmayman men. Chunki o'zi ikkita uchtasiga hozir ulgura olmayman. To'g'ri, o'zi bittasini yaxshi bitirib, bittasini yaxshilab qilib, keyin sekin-sekin O'zbekistonda endi rivojlantirish niyatimiz bor komandamiz bilan. O'zbekistonda shu nimalarnidir o'sha texnologiya, misol uchun qanaqadir IT proyektlarni olib kirmoqchi bo'lsam, chet eldan ruslarim menga o'zligi ideya berishadi. San O'zbekistonda mana shunaqaga talab bor, kirib kelmagan, san qilsang bo'ladi deb. Ruslar bilan men ancha yaxshiman. Ular ham ideya beradi ancha, podдержка qiladi. Ularda juda ham kuchli podдержка qilish. Men ham qo'limdan kelgancha ularga podдержка qilaman. Bu yoq kelajak bor-da. Shunaqa. O'qish masalasi bo'yicha. O'qish masalasi bo'yicha endi обязательно o'qish kerak. Shuning uchun men hozir target maktabiga o'tdim. IELTS bor. Endi o'qishga harakat qilish shu perioddaman. Qayerda o'qishdan niyat qilyapsiz, maqsad qilyapsiz? Endi hozir ko'p joylarni o'ylab qo'ydim. Misol uchun, Ichki ishlar akademiyasini ham olib qo'yganman. Chet elda ham o'qish harakati bor. Aynan qaysi davlatda? Endi hali aniq emas. Endi bo'lishi mumkin, endi Dubay yoki Amerika. Harakat bor.
Nima deysiz, chet elda o'qigan yaxshimi yoki O'zbekistondami? Endi O'zbekistonda ham sharoitlik bor. Endi men o'zimni nima deydi, o'zimni yo'nalishim bo'yicha menimcha hozir chet el yaxshi shekil. Ya'ni nimaning chet elda baribir boshqacha. Chet elda baribir networking kuchli bo'ladi. Networking ham kuchli. Misol uchun Dubayga borsang, endi u yerda ham katta shu IT ni biladiganlar bo'lishi mumkin. Networking qilib yana kuchliroq, endi networking qilgandan keyin baribir ideyalar o'zidan o'zi chiqadi. Ha, to'g'ri. Demak, hozir 11-sinfsiz. Qachon topshirmoqchisiz shunda agar chet elga topshiradigan Уже topshirib bo'ldim, kutyapman javob. Ha, kutyapsiz javob. 2-3 ta joylarga topshirdim. Endi bitta-ikkitasidan chiqdi. Endi chet eldan chiqdi. Qabul qilindi deyishdi. Endi hozir shu o'zim xohlaganimdan kutyapman. Endi o'zim o'sha nima deydi, plan qilganimni kutyapman hozir. Sizga omad, iloyim, acceptance oling. Kelajakdagi maqsadlaringiz haqida gaplashsak endi. Qanaqa endi 5 yildan keyin o'zingiz qayerda ko'ryapsiz? Nimalar qilasiz? Endi planlarimni hozirdan уже tuzib bo'lganman. Shu 5 yilligini ham tuzib bo'lganman, 10 yilligini ham. Endi qo'ldan kelgancha shu aqlim yetganicha tuzaman. Shu IT bo'yicha shu nima deydi? O'zimni servislarimni ochib, o'sha IT nima deydi? Servislarimni ochib qo'yib, ko'proq rivojlantirishga o'zimni hissamni qo'shib, O'zbekistonda ham misol uchun IT ga qanaqadir foydasi keltiradigan IT taraflama. Shu taraflama ko'ryapman. Yana ko'p, endi hozir planlarim aytsam xato bo'lsa kerak. To'g'ri. Lekin bir xillar bilasizmi, aytishadi 5 yillik plan tuzolmayman, 10 yillik tuzolmayman, tasavvur qila olmayman deydi. Siz qanday qilgansiz? Endi men buni o'sha narsalar. yarim yilcha oldin tuzib bo'ldim. Endi menga ham aytishdi, shunaqa savollar berishdi. Savol berishgandan keyin men ham shuni harakat qildim. Undan oldin men ham shu tuzmaganman, lekin shu savol berishdi, shu 5 yildan keyin o'zingni katta odamlar, endi atrofimda sal shu katta odamlar paydo bo'lib qoluvdi, shu savol berishdi. Birinchi savolligi shu bo'ldi. Keyin men ham o'ylanib, tuzdim. Demak, o'zingiz o'ylanib, kim bo'laman? Shunaqa. Qanday, masalan, o'sha mana uni aytib bera olasizmi? Boshqalarga, tuzayotganlarga qanaqa maslahat bera olasizmi? Endi o'zini, misol uchun hammaning o'zini yo'nalishi bor. Bir xillarning yo'nalishi shu bittada o'zgarib ketib qoladi. Bir xillar IT bo'yicha o'qib turib, boshqa ishga ketib qolishi mumkin. To'g'ri. Endi bu odam o'ziga bog'liq bo'lsa kerak. Misol uchun men ham servislar ochganimdan keyin shu nimadirlar o'ylab topganimdan keyin qiziqish ko'proq bo'ldi. Bundan oldin men faqat shu 5 yil ichida faqat Telegram bot bo'yicha yurganman. Menga ham kimdir kattaroq narsa qilmaysanmi deyishganda, men ham hozir menimcha yurgan bo'lardim faqat Telegram bot bo'yicha, reklama bo'yicha. Shu Telegram botdan bu yog'iga o'tishingiz uchun kim sababchi bo'lgan? Endi shu mudofaa vazirligidagi odamlar, shu xodimlar aytishdi, kattaroq odamlar bilan orada ishladik. Aytganimdek shu yoshli paytlarim mudofaada proyektlar qilib sotuvdim. Ular menga savol berishdi, shu bu Telegram baribir kimdir qo'lida. Ular agar o'chirib qo'yishsa O'zbekistonda sen уже anaqa pul keladigan, daromad keladigan joying yo'q bo'ladi deyishdi. Men ham to'g'ri dedim. Keyin sekin men ham o'yladim, nima qilsam ekan deb. Ozgincha shu pul yig'dim, budjet yig'dim. Orada shu Telegram botlarimni sotib, shu kattaroq narsa qilish uchun o'zimga o'zim shu investitsiya qilib. Demak, odam o'ziga investitsiya qilishi bu juda ham katta narsa, to'g'rimi? Men uchun yaxshi bo'lsa kerak. Hozir aytib beryapsiz, hayotingizda hamma narsa IT bilan bog'langanda. O'zim men yoshligimdan o'z IT ga qiziqqanman-da, shu nima o'zi ko'rsam, misol uchun nimadir ishlatsam, men shu narsani o'zimda bo'lishini xohlayman. Nimadir ishlatib ko'rsam, shu narsani men o'zim qilsam-chi deganman. Misol uchun servis aytayapman, botlarimga men har oy $400 pul to'layman oyiga, hamma botlarimga. Shu narsani men o'zim qilsam-chi deganman, ochganman. O'zim o'sha hamma narsa o'zim qo'limda, tanishlarim bor. Ularga ham predlakaz qildim. Endi ruslar pulni birov begona qilmaylu deydigan gaplar bor ruslarda. Hamma ruslarim, o'zimning tanishlarim menga o'tdi. Oyiga уже nechta 27 ta $39 podpiska sotganmiz. $39 oyiga podpiska sotib, hozir endi nechta 129 ta aktiv doimiy sotib oladigan
klientlar bor. O'sha $149 deganimdek, aytganimdek, oyiga shunaqa pul to'lashadi. Yaxshi. ITdan tashqari yana nimalarga qiziqasiz? Endi ITdan tashqari men любой digital sohaga qiziqaman. Shu telefonda o'tirib shu pul topadigan любой narsaga qiziqaman. Misol uchun aytaylik, shu kriptovalyuta, endi bizda o'sha qonuniy hammasi официальный kashluklar bilan, официальный birjalar bilan ishlaymiz. Reklama, mana shu marketing o'zimizdan anaqalar bor. Ko'proq shu ruslar bilan ishlab, ruslar qilayotgan ishlarga qiziqaman ko'proq. Endi ruslar qilayotgan ish ko'plari O'zbekistonda yo'q. Hozir uni aytsam tushunishmaydi baribir. Orada shu посредникlik qilamiz. Shu servisimiz bor, unaqa ham. Bu yoqdan olib, boshqa shahardan olib, boshqa shaharga sotamiz. Endi har xil shaharlarda u narsa har xil narxda turadi. O'zimizning orasida marjamiz bor. Vaqti kelsa 2x narx qo'yamiz. U 3x bo'lib qolishi ham mumkin. Shunaqa nima deydi? Hammasi digital. Tengdoshlaringiz borasida nima deya olasiz? Tengdoshlarim maktabingizda masalan. Men o'zi to'g'risini aytsam, o'zimni tengdoshlarim bilan ko'p kontaktda emasman. Hamma atrofimdagilar mendan 5-6 yoshga katta. Aytayotganimda shu ruslarim, yonimdagilarim почти 25-26 bir xillari shu adam tengi odamlar. Endi menimcha qotgan ishim o'zim yoshimdek anaqa ko'rmaganman aka hech. O'zim atrofimdagilar ham hammasi yoshi katta odamlar. Hozir sizni ko'rib turgan yoshlarga masalan nimalarni o'rgata olasiz? Endi men o'rgatish уровениga chiqmaganman. Qanaqadir nimadir kerak bo'lsa, men o'zim ham kimlardandir o'rganaman. Hali o'rgatish anaqasi darajasiga chiqmaganman. Bilish boshqa, endi uni o'rgatish boshqa. Baribir o'rgatish nima deydi? Skill, qobiliyat bo'lishi kerak. Menda u narsa juda ham kuchli emas. Qo'ldan kelgancha men hamma odamlarga o'rgata olgan narsamni o'rgataman. Misol uchun, hozir aytolman, yangi odamlar olyapti, ular nima deydi? Ожиданияda turishibdi. Ularga ham qo'limdan kelgancha pul topishligiga yordam beryapman. Ular ham o'sha nechta 15 tacha odam yig'ildi. Ular ham hozir bizlar bilan birga, o'sha men bilan birga ruslar bilan ishlanyapti. Endi ular ham testoviy rejimda hozir, testoviy rejimda bo'lgan bilan ham hozir o'zligini pulligini topishyapti. Bilasizmi, bunaqa IT sohasini o'rganadi ko'p kishi, keyin ITdan keyin qayerga borishni bilmay qoladi yoki qanday pul topishni bilmay qoladi. Xuddi o'zimda ham xuddi shunaqa problema bo'lgan. Masalan, o'shandan qanday chiqib ketdingiz? Endi men boshida IT ni tugatganimdan keyin shu aytganimdek botlar bilan anaqa qildim. Keyin aytishdi, "Sen boya aytganimdek, bundan keyin nima qilmoqsan?" deydi. Shu Telegram qilib qolishsa. Keyin shu kattaroq narsa, joy ochib o'zim ko'proq razvayz qilishni o'yladim. Bitta IT kompaniyaga borib ishga kirdim. IT kompaniyaga kirib, u yerda kim nima qilyapti, qanaqa bo'lyapti, ichidagi hamma sistemalarni o'rganib chiqdim. Shu bir oy o'tgandan keyin o'zimnikini ochdim. Endi o'zimda qiziqish bo'lgani uchun men qildim. To'g'ri. Bir gap esimga tushib ketdi. Beza Jalilov ham aytgandi. Nimadir bilmayapsanmi, bor biladigan odamga hamma narsasini ko'rib, o'rganib, kerak bo'lsa o'g'irla deganda. Keyin o'zingnikini yarat degan. Xuddi shu mindset bilan qilsiz. Endi men ko'p narsani endi bilaman demayman. Endi men shu kerakli odamlarni yig'ib bitta kattaroq narsa qolman menimcha. Endi biladigan odamlarni yig'ib hamma narsani bitta qilgandan keyin kattaroq narsa bo'ladi. To'g'ri. Hozir yoshlar masalan bir ikkita siz tengqurlarimiz yoki bizdan yoshlar o'sha pulini topish masalasida qanday nima qilsa ular? Endi nima deb o'ylaysiz? Mana IT sohasidagilarda? IT sohasida freelancerlik qilsa bo'ladi. Hozir misol uchun sharoit ham ko'p. Onlayn kiradigan bo'lsangiz, o'sha onlayn freelancer veb-saytlari ko'p, platformalar o'z ish topsa ham bo'ladi onlayn. Men ham hozir aytganimdek boy dasturchilik qidirdim. Endi sifatlisini topish juda ham qiyin. Yaxshi o'zligini proyektligi bo'lsa, endi biz ham ishonib ishladik. Endi o'zligini nima deydi?
repozitoriyami o'sha portfolio yig'ib, endi qanaqadir joyga borsa olishadi. Baribir endi borganingiz bilan ham sirazi endi oylik berishmaydi, shu 1-2 oy tekin ishlashingiz kerak. Internship qilish kerak. Baribir testoviy rejimda ishlanadi. Ishlanganda ham baribir u yerda boshqa odamlarni ko'rasiz, ko'proq narsa o'rganasiz-da baribir. Endi shu bilim bo'lgandan keyin, shu o'rgangandan keyin baribir o'zligi tortib oladi kattaroq joylar, o'zligi sizni topib. Misol uchun men ham shu mudofaa bo'yicha ishlayotganimda men o'zim borib ish so'rab mana qilmaganman. O'zligi meni topishgan. Demak, o'zini sohasini ustasi bo'lsa, baribir topiladi. Shunaqa, endi menga ham shunaqa deyishgan. Demak, bu hammasi endi boshlanishi. Hali bu boshlangani yo'q, endi Startasiz. Endi nima deydi, boshlanishga tayyorlanyapmiz. Endi baribir hammasini bittada zapustis qila olmaymiz. Bitta zapustis qilib, bittasiga polni fokus berib, uni ko'tarib, keyin unisiga o'tamiz. Endi hali boshlangani yo'q, sekin-sekin. Masalan, mana hayotda nechinchi pog'onadaman deb o'ylaysiz? Menimcha endi birinchisiga o'tolman shekil. Endi shu birinchisiga o'tolman menimcha. Nechta pog'onadan birinchisiga o'tyapsiz? 100 tadan bir. Endi birinchisi. Endi birinchisi. Undan oldin juda ko'p ish qilmaganman. Endi shu kattaroq ish qilishga endi harakat qilyapman. Endi hali 18 ga ham to'lmaganman. Shaxsiyat tomondan qanday insonman deb o'ylaysiz o'zingizni? Endi men personal tomonlama, men har doim o'sha pozitivni, hammaga qo'limdan kelgancha yordam beraman. Chunki o'zimga ham yordam berishganligi uchun men ham yordam beraman bizaychini. Menga chunki boshida ruslar yordam bergan. Men ham hozir o'sha ruslar o'rgatgan narsani men ham qo'limdan kelgancha shu o'zbeklarga o'rgatib, o'zimni komandamga olib ishlayapmiz. Endi menimcha qo'limdan kelgancha qo'yman, ular ham hozir xursand, u bolalar ham testoviy rejimda ishlayotgan o'zi ham, chunki boshqa joyda undan oldin ishlagan joydan ancha ko'proq pul topamiz deyapti, kamroq harakat qilyapmiz deyapti. Endi baribir digitalda ular katta harakat shart emas, bilim bo'lsa bo'ldi. Demak, boshqa yana ishlar olamiz dedingiz. Ko'rib turganlar orasida qiziqsa, ularni o'z komandangizga olasizmi? Agar shu rus tilini yoki ingliz tilini bilsa, shu agar bizada ko'p отделlar bor, yaxshi gaplashishni bilsa, холодный сообщениyalarga javob bera oladigan bo'lsa, ularga boshqacha ish bor. Endi sotuvi zo'r biladigan bo'lsa, ularga boshqacha ish bor. Endi o'zinligini skilligidan kelib chiqib, ya'ni dasturchilar, misol uchun dasturchilar уже bizga yig'ib oldik dasturchilarning yaxshisini, endi ular bilan kattaroq uzoq muddatga ishlashga nima deydi, kelishdik. Dasturchilar hozir bor. Demak, Abdulloh kontaktlarini bo'lishib qo'yamiz. Agar sizlarda savollaringiz yoki nimadir haqida yana o'rganmoqchi bo'lsangiz, yozsalaringiz yordam beradi, to'g'rimi? Albatta. Rahmat Abdulloh, biz taklifimizga rozi bo'lib kelganingiz uchun. Sizlarga ham rahmat chaqirganingiz uchun. Juda ham yaxshi suhbat, foydali suhbat bo'ldi deb o'ylayman. Endi kimgadir rahmat aytmoqchi bo'lsangiz yoki yoshlar ko'rib turganlarga, tomoshabinlarga nimadir demoqchi bo'lsangiz, marhamat. Endi yordam berganlarga bizga rahmat deyman. Endi kimdir shu nimadir qilmoqchi bo'lsa, menga ham shunaqa deyishgan, o'sha o'zini bilgan narsasini, o'sha o'zini sohasini, shu eng zo'ri bo'lsa, обязательно shu yaxshi bo'ladi. Misol uchun tradingni zo'r biladimi, shu tradingni chuqurroq o'rganib, yaxshiroq bo'lish kerak. IT ni ham любой narsada menimcha o'zini professionali va zo'r. Sohasini ustasi bo'lsin demak. Shu yergacha ko'rgan barchaga rahmat. Keyingi podkastlarda ko'rishguncha va savolinglar bo'lsa yoki keyingi dasturlarimizda, suhbatlarimizda kimni ko'rishni xohlasalaring, bemalol kommentariyaga yozib qo'yinglar. Albatta follow bo'lishni unutmaymiz. Hammaga ko'rishguncha deymiz. Peer to peer. Share your own path.